Pechene deydi, shunaqa narsa. Zo'r ketadi Gerkuleslar. Turistlar shunaqa akalar. Endi keyingi reyadga o'tamiz. Nutella o'zim ham yeb turaman, yaxshi yoqadi, 11 zlot. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, jumisizlar? Bugun sizlarga Polshada oziq-ovqat qancha turishini ko'rsataman. Ya'ni bir nechta magazinlar bor, shularga kirib, narx-navoda polnosti o'zbek so'miga qancha bo'ladi, oyiga qancha misol primerni ketadi. Shu haqida gaplashamiz. Video oxirigacha ko'ring. Kanalga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Qani bo'lmasa boshladik. Obagalar, men bu joyda yashayman. Ro'paramizda temir yo'l vokzal bor. Vokzaldan hozir men to'g'ri tramvay kutyapman. Endi unda xolasa, tramvay kelsa, tramvayga chiqib, Ashanga boramiz. Xo'p akalar, bu apparat tramvayga chiqqandan keyin bilet sotib olish uchun shu ekranga bir yozsalar, shu plyusga bir yozasizlar, plyus 1 bo'ladi, 0 turgan joy, batdan o'zbek kartami, viza kartami shunday qilib apparatni qilib chekib olsalar ham bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagancha bu bilan 75 daqiqa tramvayda bemalol yursalar ham bo'ladi. Bo'ldi akalar, tushdik. Ashan bu tarafda, Varshava sentr tarafda, endi pashti yaqini, eng yaqini sentrga shu Ashan bo'ladi. Endi hozir borib kirib narxlarni bir qator ko'rsataman. Juda ham yaxshi, havo salqin bo'ladi, bitta unaqa issiq bo'lgani yo'q. Xo'p, videoda olayotganim 22-may. 22-may kuni olyapman. Havoni ko'ryapsizlar. Xolasa yomg'ir yog'adi, xolasa ular har xil ob-havo bo'lar ekan bitta. Qor ham yog'ar ekan, xolasa shunaqa. Xo'p akalar, yana bir foydali ma'lumot. Mana shu Play sim karta bo'ladi, ular megafon, o'zimizda bilaynlar bo'ladi-ku, bitta eng arzoni shu Play ekan. Ko'pchilik kelib bilmasdan boshqa anaqa olishar ekan, sim karta olishar ekan, lekin ko'pchilik kelganlarga shu Play'da tavsiya qilaman. 50 zlotga oyiga bemalol xohlagan marta kirib, xohlagan narsani ko'rib, xohlagan marta ishlataverasizlar. Ular VIP bo'ladi, polnosti. Shunaqa. Ketdik. Endi aytishlar mumkin, Ashan senga yangilikmi deb. Yo'q, men yangilik emas. Prosta narxini, Ashandan nima sotilishini даже mendan ham yaxshi bilishadi. Ko'proq Rossiyada yashab yurganlar, o'shaning uchun faqat narxini ko'rsatib o'taman xolos. Shunaqa. Endi birinchi tualetni bo'lmagani boshlaymiz. To есть, bu ham misol chetda o'rtacha 20 ta anaqasi 13 zlot. Bitta hozir dollarda, so'mda narxini chiqarib qo'yaman. Ko'rishinglar mumkin. Bir dona shakar, sahar, hop 9 zlot 88 grosh. Pashti 10 zlot bo'lyapti. Ana ko'rinadigan bo'lsa 3-4 zlot bo'lyapti. 1 kilosi. Yaxshi sifatli unni 1 kilosi 4 zlot. Dollarga ham chiqarib qo'yaman. Rasman zlotda aytaveraman, ekranda dollarda, so'mda raznichalari chiqaveradi. Shunaqa. Xo'p, asal. Endi asallar ham har xil bilasizlar. O'zim ham bir marta tabiiy asal olganman. Ya'ni o'sha yashayotgan joyimda qarindoshlar asallar bo'lardi. Xo'p. Asallar jetda bu 26 so'm ko'rsatyapti. Endi bu toza, mening toza emas, nima deydi? Top-toza asal, menimcha qimmatroq bo'ladi. Buni 24 zlot ko'rsatyapti. Endi bu jetda 600 gram ekan. Bunisi 870 gram ekan. Mana bu nima bu? Asalarini anaqasimikin bu? Agar bilsalar yozib olinglar. Changimi nimadir bo'ladi-yu, o'sha narsasi basmikin bu? Ular 22 zlot ekan bu. Xo'p, to'g'risi paka menga asal to'g'risini aytganda shart emas. Lekin men nastoyashchisini, bunaqa uyasini yeganman O'zbekistonda. Olish jarayonida, asal olish jarayonida biz maza qilib yeganman, chaynaganman, me'daga ham tegmagan. Endi bilmayman bularki qanaqa. Endi cho'ka krem zonaga o'tdik. Hop, ko'rib turibsizlar, 350 gramligi 8 zlot. Nutella o'zim ham yeb turaman, yaxshi yoqadi, 11 zlot turibdi. Bu kichkinasi menimcha. Bu kattasi 13 zlot turibdi. Eng kattasi 21 zlot turibdi. Bundan ham kattasi bor.
Bu eng kattasidan kichkinarog'i. Shunaqa. Bularda ofitsiant ketsa bo'ladi, ya'ni. Zo'r ketadi Gerkuleslar. 400 grammi 300 zlot turibdi. Akalar video yoqayotgan bo'lsa, birdan like qo'yib qo'ysalaring, bundan keyin video tezroq chiqishiga xizmat qiladi xolos. Shunaqa. Hozir kofe qatoriga keldik. Kofelar ko'rishingiz mumkin. Endi men Jacobs deydimi, mana shunday aytaman. 32 bo'lyapti bu, 32 zlot. Qanchalik endi buni? Bu yerda grammini qayerga yozadi? Grammini yozib qo'ymabdi, afsuski. 330 grammlik ekan xolos. 20 zlotligi Ashanni o'ziniki bilasizlar. Ashanni o'zini produktlari ancha arzon yuradi, ba'zi nima deydi? Brendlardan ko'ra ancha arzon yuradi. Mana bu Jacobs kattasi mana shu 39 zlot. Mana shunaqa kelar. Hop 3 zlotdan ketadi. Bu suxoy sutli pechene deydimi? Shunaqa narsa. Hop, vaflilar. Endi vaflida ham turga qarab turib 5 zlotdan 489 grosh bo'lyapti. 5 zlotga haqi. Aslamda 5 zlotli ekan. Qa. Endi to'g'risi mana shirinligiga, imini shu vafli pecheniga unchalik yo'qmi? O'shaning uchun battan sekin yuramiz oldiga qarab. Mana deydi, Ali Fakaferro degan choylardan Azer choy 15 zlot. Xo'p, endi bu choylardan ham ichsa bo'laveradi, bizga yarashaveradi. 30 zlot turibdi. Endi buni fokusga qarab turib o'zgaraveradi ham yo'q. Xullas, mana shu choylardan Moskvada ichganman. Lekin O'zbekistonda hali ichib ko'rmadim. O'zbekistonda bitta kafega kirganmiz, hatto ham ichilgan. To'g'risi menga o'zimizda 49 ko'k choy yoqadi. 49 deydimi, zira choy deydimi? O'sha choydan yoqadi, to'g'risi, seryo'zi. Hametda har xil choylar ham bor ekan. Mana malinalik, anorligi. Qarang, shu malinalikdan bitta olib qo'ysam, to'g'risi malinani yaxshi ko'raman. Shuni olib qo'yaveramiz. Xullas 349 zlot, почти 4 zlot. Menimcha bu o'zi 5 zlot ekan, skidkada ketyapti 349. Produktlar tarafiga keyin o'taman. Chunki hozir bu tarafni tugatib olsa, keyin brolot, kartoshka, meva, cheva hamma yoqqa bu buryatlardan keyin o'taman. Endi Prediction shokolad tarafga o'tamiz. Prediction shokoladlar, hop. Milkalar 7 zlotdan 8 zlot hisoblanaveradi. 2 groshkam. Shunaqa. Hop, endi batda sport pitaniya, kreatin, shunga o'xshagan narsalar. Bular endi menimcha yosh bolalar narsasi. Batdan ham sekin uzoqlashib keyingi qatorga yo'l olaveramiz. Hop. Raffaello 12 zlot. Hop. Bu riyat makaron. Hop, makaron riyatda. Batta makaron, hop. Necha kilo ekan batta? 6 kiloligi 10 zlot turibdi. Endi bu Sami xaroshidan jitta pastroq deydi-yu. Shunaqa makaron shekilli 10 zlot turibdi, 6 kilosi. Hammasi xullas 6 kilodan kilosi yozilgan, mana 6 kilodan 6 zlotdan deyaptimi kilosi? Shuna bo'lyaptimi endi 2 kilo ekan. Kechirasizlar 6 kilo doribman, 2 kilodan 6 zloti 60 groshdan ekan. Endi men hozir sizlarga o'sha ekranda chiqyapti, o'sha ko'rayotgan bo'lsalaring. Xo'p. Guruch, lazer bo'lsa, lazerga o'xshaydi xon guruch 14 zlot, 2 kilosi 7 zlotdan. Xo'p, endi bu chuchvara mastavaga bog'liq guruch kilosi 14 zlotdan ekan. 1 kilo 100 ekan. Значит, bu yaxshiroq oshbob ekan bo'lmasa. Adashibman. Xo'p. Mana bularni nimaligini bilmayman, ziravorlar bo'lsa kerak. To'g'risi, grechkani ko'ramiz. 15 zlotdan kilosi 8 zlotdan hisoblanyapti. Grechka. Bilmayman, qattiqki rossiyskimikan, rossiy vazmikan. Yo, vermishel deydimi buni? Vermishel deydimi? Hop. 7 zlot 60 groshdan, 380 dan 2 kilosi. Hop, kilosi 380 zlotdan bo'lyapti xullas. Endi o'zimizga Herkuleslar mayizligi 1 kilosi 13 zlotdan. 1 kilo ekan. Endi buni ertalab qaynoq suvga
bo'ktirib turib, yesa zo'r ketadi o'zi. Buni o'zi akalar o'zi yaxshi bilishadi. Nima deydi? Xabari borlar o'zi zo'r, yaxshi ana qilsa tortadi. Ertalabda. Men lishni o'zim ham ko'pirdim oldin, hozir yemay qo'ydim. Mana yer bodam ham bor ekan. Endi biling 100 grammi kilosi 17 zlot ekan. 100 grammi 1.79 ekan. Endi pista 59 ekan. Endi bilmayman qaysi navligi, hozir ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin. Endi katta-kattasi 100 grammi 500-600 zlotdan xullas. Dollarga chiqyapti, hisoblab olaverasizlar o'zbek so'miga. Xo'p. Endi o'riklar 35 zlotdan, kilosi 59-60 zlot. Bu quritilgan o'riklar ham. O'zimizda simlardan, tomlardan qurut yerlardi. Xo'p, bunisi 49 zlot ekan 1 kilosi. Hali ichida dana yo'q. O'rikdan. Bular shunaqa akalar. Endi keyingi reyatga o'tamiz. Bunaqa makka bilan smetanani aralashtirib turib, garoq bilan yeb turaman, to'g'risi. Xo'p, bitta banka 340 gram deyapti, 5 zlot почти. Xo'p. Keyin garoq 378, 269 garoq arzonroq yuradi o'zi hamisha, bilasizlar. Xo'p, makkani arzoni bor ekan, kukuruzi, xo'p, u ham 329 zlotdan ekan. Xullas, shunaqa. Endi sizlarga sardina nima deydi? Baliqlardan ko'rsatay birolar. Baliqda bunaqasi konservasi millionka degani 26 zlot 1 kilosi hisoblanadi. Ular bitta bankasi 784 grosh. Va 8 zlotdan hisoblayveramiz bularni. Hop. Endi buni ham arzoni bor. Chesnochniy pasta 2 zlotdan. Endi bu souslar ekan. 4 sousga tortavermaydi menda. Endi sizlarda bilmadim qanaqa. Xo'p, makaron 2 zlotdan, mana paketida 400 gram bo'lar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Bunisi ham shunaqa. Bunisi ham o'sha 5 zlotdan hisoblanaveradi. Bular endi menimcha yaxshi makaronlar, qora ekan. Xo'p, Glovoda ham bor deyapti. Glovo dastavka Yandexga o'xshagan. Xo'p, bu ham 5 zlotdan hisoblanyapti. Xo'p, 400 gram. Xo'p, tomatli pastalar. Hisob qilaverasizlar, 7 zlotdan ketyapti. 6 zlotligi bor ekan. 6 zlot. Endi buni yana kichkinalari bor bu tarafda menimcha. Mana bu yerda. 2 zlotdan, 2,5 zlotdan bemalol olib, ovqatni qizartirib, cho'tka qilib ovqat qilsa bo'laveradi. Biz buni ham ko'rsatdim. Endi yog' tarafga o'tamiz. Yog'lar, ya'ni yog'. Nima deydi? Xullas bizda yog' deyiladi, sizlarda bilmayman nima deyiladi. Opisiyaga yozib olinglar. Xo'p, bu zaytun yog'lari. Endi bularda to'g'risi ichish kerak. Xo'p. Mana 20 zlot turibdi. Bu 1 litr hisoblanyapti. 20 zlotdan. Endi mana bunisi 30 zlot ekan. Yarim litrlik. Xo'p, endi chimli yog'ini hisoblaydigan bo'lsa 8 zlot turibdi. Mana bu qanaqadir aksiya ketyapti ekan. Xo'p, 1 litr. Endi shunday ishlatiladi. Biz ham ovqatga shunday ishlatamiz ko'pincha. Xo'p, 8 zlot hisoblanayapti 1 litr. Endi bu yerda tuz sol 3 zlotdan yaxshisi, mana shu tuz yaxshisi 3 zlot 1 kilosi. Bu yerda sabzavotlar, ziravorlar. Endi ziravorlar menimcha bunaqa katta rol o'ynamaydi. 1 zlot, 2 zlotdan hisob qilinadi bularda. Hammasi shunaqa ekan narxlari. Mana shunaqa. Ko'p akalar, endi go'shtga o'tadigan bo'lsa, biz go'shtni 40 zlotdan, endi so'mda dollarda qancha bo'lishini chiqarib qo'yaman. 40 zlotdan olamiz. Ya'ni o'sha bitta chechen odam so'yib olib kelaveradi. Ular halol, yaxshi go'shtlardan. Banan yotdi akalar, banan 6 zlot turibdi 1 kilosi. Xo'p. Tarvuz 6 zlotdan kilosi. Tayyor kesib qo'yib qo'yishgan. Xo'p, mandarin 10 zlotdan.
apelsin, greypfrut ekan 8 zlot. Bu limon, qana limon bu, qana tam nava akalar, qo'l qaralar. 7 zlotdan Polshaniki. 7 zlot ekan. Xo'p. Bu 4 zlotdan pastga olmani navini ko'ryapsizlar. Ja zo'r bas, lekin mazasi yaxshi bo'lsa kerak. O'zi olmani chiroylisi, unaqa mazasi yo'q bo'ladi, lekin hali nima deydi? Ja chiroyli bas, lekin shunaqa ko'rinishda olmalar juda shirin bo'ladi. Adak bu ham 4 zlot ekan, Polshaniki ekan. Hop, Polshani o'zida ko'p daraxtlar ko'rdim, to'g'risi yo'lga chiqqanimda Polshani o'zidan dehqonchilik juda yaxshi rivojlangan ekan. Mana yaxshi chiroyli ko'rinishda olmalar 10 zlotdan hisoblanadi. Shunaqa. Akalar bular to'g'risi batte narsalardan men yemayman, to'g'risi. Mana no'xatdan yeyman, yolg'on gapirmay. Endi bu mana ko'proq turklarning ovqati. Turklar Turkiyada yeganman shu narsadan. Lo'yasimi? Shunaqa lo'ya, oq lo'ya. Endi bu 7 zlotdan ekan. Narxlari bu yerda bor. Xo'p, no'xat 10 zlot. Va shunaqa. So'zi 4 zlotdan pakovka bo'lgan. Xo'p, bular 10 zlot. Pomidor yaxshisi, menimcha o'sha 4 ta donasi oliy navli deydimi, shunaqasi. Xo'p, kartoshkani 2 kilosi 10 zlot ekan bu ham. Mana uni yozib qo'ygan mana yerga. Xo'p, kartoshka tarafga o'tdik endi. Xo'p, 2 zlotdan kilosi, 2,5 zlotdan hisoblanaveradi. Endi bu joy katta bo'lmagan kartoshka. Endi naviga o'zlaring bilasizlar, naviga qarab turib narxlar ham o'zgaraveradi. 2 kilo olisa, misol mana 9 zlot, 4,5 zlotdan hisob qilsa bo'laveradi bularning kilosini. Lekin kartoshkasi yuvilgan toza. Hop, chesnoylarga keladigan bo'lsa 8-9 zlotdan bo'lib turibdi. Har xil bor albatta bu chesnoyda. Piyozlar ham tagisi shunaqa, qizil piyoz, sariq piyoz 6-7 zlotdan turibdi, hisob qilinyapti. Bularda 3 donasi 4 zlot bo'lyapti. Piyozimiz Polshaniki ekan, bunisi Ispaniyaniki ekan. Kartoshka Ispaniyaniki 4 zlotdan kilosi. Bitta bilmayman 10 kilo 15 kilo chiqadi bittani qopida, lekin bitta 1-2 kilo qilib olsangiz ham bo'laveradi. Piyozniki 3 zlot, piyoz kilosi 3 zlot bo'lyapti, pastda. Mana shunaqa gaplar akalar. Endi smetana, sut, shu qatorga o'tamiz, qaymoq tarafga o'tamiz. Magazinning hamma yoqda narxini olib chiqqunimgacha xullas bir kun vaqt o'tib ketib qoladi. O'shaning uchun zarar narsalarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Endi hozir o'sha Malochin tarafni ko'rsataman. Keyin o'zim mashinaga bitta narsa olishim kerak. Ularni ham sizlar bilan birgalikda olamiz. Xo'p, 3 zlotdan hisoblanaveradi bu ashanning o'zining noni. Bu ham shunaqa 5 zlot. Bu ham ashanning o'zining noni. Ichida qanaqadir mag'izlari bo'ladi. Endi bunaqa o'zimizniki nonlardan 4 zlotdan, 4,5 zlotdan hisoblanaveradi. 4,68 grosh. O'sha bitta katta 500 grammli non. Bitta o'zimizda katta nonlardan bor. 4 zlotdan, 5 zlotdan, 2 zlotdan, 3 zlotdan, bularda stochniy pekarnidan chiqqan nonlar bular. Hozir Malochin tarafga o'tdim endi. Tuxumlarda, smetanalarda, sutlarda endi sizlarga narxlarini tanishtirib o'taman. Xo'p, bitta 10 zlot turibdi, 10 donali, bir donasi 1 zlotdan to'g'ri kelyapti. Endi bitta 14 zlotligi bor. Endi tuxumni ham sortiga qarab turib almashtirilaveradi. XL variant ekan. Faqat katta XL degan bilasizlar, katta. Bular L razmerlilar 11 zlot bo'lyapti. Endi sutlarda litrini hisob qilaverasizlar. 4 zlotdan to'g'ri kelyapti. 4 zlot 5 zlotdan. Birga o'tdi. Endi bu moloko 3.28 zlotdan. Xo'p, pasidalari bular 4 zlotdan, 1,5%ligi. Bu 0,5%, 5 zlot ko'rsatyapti. Plus akalar bilasizlar, foizga qarab turib narxi o'zgaraveradi. Xo'p, endi hozir yog' smetana tarafga o'taman. 2 zlotdan, 3 zlotdan, 2 zlotdan. Xo'p, mana smetanalar 18%ligi 5 zlot turibdi.
Xo'p, buni hozir 36% bor edi menda. Где-то qaymoqqa o'xshaydi. Bu 12% 2 zlot ekan. Ha, mana. 12% ekan. 2 zlotdan. O'shasi smetanasi juda ham yog'li, yoqadi menga to'g'risi. 400 grammligi. Ular shunaqa ekanlar, o'zlari uchun ko'rib oldilaring degan umiddaman. Endi burgerlar ham 4,5 zlotdan. Endi buni ham bunaqasiga qarab turib, nima deydi? Sortiga qarab turib ajratilaveradi. Mendan yaxshi bilasizlar buni. Ular shunaqa ekanlar. Endi sizlar bilan birgalikda suv taraf, ya'ni Pepsi, KFC taraflarga o'tamiz. To'g'risi eng ko'p ichiladigan anaqa suv mana bu suv bo'ladi, hisoblanadi. Xo'p, buni narxini hozir qayerdan ko'rsak bo'ladi? Mana 2.68 suvning narxi pachkasiga olinsa 1,5 litrlik har bittasi. Endi mashina olganimdan keyin to'g'risi olaman. Hozir endi buni ko'tarib ketishim, o'shaning uchun donasi 2.68 dan hisoblanadi. Suv yoqadi menga, ta'mi ham, o'zi ham juda ham shirin. Shunaqa. Xo'p, akalar, Pepsilar 5 zlotdan, 4 zlotdan har xil turibdi. Nimadan battan energetikalar, to'g'risi Red Bull 6 zlotdan, bu 400 anaqaligi 10 zlotdan 400 ligi bu 200 bo'ladimi, qancha bo'ladi? 0.25 5-6 zlotdan to'g'ri kelyapti. Lekin mana burun ham lekin bundan qolishmaydi, mana shu burun. Yoqadi menga, ora-orada red kechaman, lekin sog'liq uchun zararligini bilaman, lekin ora-orada shundan ichib turaman. Pepsi Cola deydi-ku. Xo'p, 15 zlotdan zerosi, shakari yo'g'i. Qanaqa aksiyalar ketadi ora-orada, bular suvlarda, Coca-Cola'da ham, Pepsi'da ham aksiyasi почти bir xil. Ko'proq olsangiz arzonroq tushadi. Narxini ko'rdinglar, 8,5 zlot. 8 zlotdan общий bitta anaqasi. Ular 1 litri 5 zlotdan to'g'ri keladi. 8 zlotdan hisoblanyapti donasi. Shunaqa. Endi buni qanaqadir aksiyasi bor. 6 ta oladigan bo'lsangiz, qanchadir ham ular bittasimi, ikkitasi tekinga qoladi. Ular shunaqa. Endi marketingda ularni o'zi bilasizlar, marketing o'zi bu firmalarda Coca-Cola, Pepsi'da birinchi o'rinda turadi. Shunaqa gaplar. Plus nonlarni ham narxi 2 zlotga, shu bagetni uzuni bo'lishkalar 34 groshdan. 34 groshdan. Plus narxlar o'zgaraveradi, nimaligiga qarab turib, nimadan bo'lganiga qarab turib 76 groshdan bu bo'lishgan juda ham shirin. Xo'p. Agalarni mashina tarafga keldim. Endi hozir mashinamni saloni ko'jaga bitta nima deydi, tozalagani bitta anaqa olishim kerak. Nima deydi? Pisdan nima deydi? Himtiskaga olishim kerak. Xullas artganni, tozalagani ko'jasini. Hozir bitta ko'p ekan, o'sha bitta tanlab olib, o'shan bilan keyin to'g'ri bunaqa ketamiz. Xullas ko'jasi молочный. Hozir buni olaymikan deb turib, mana uni oq salon. Xo'p akalar, men uni oldim. Katta bo'lmagan, lekin o'sha salonimga anaqaga yetadi. 18 ekan, 18 zlot ekan. Endi dollarga chiqarib qo'yaman. Endi bu koja qismlari uchun, ya'ni remin, o'sha narsalari uchun endi torpeda uchun ham bitta olishim kerak. Shunga o'xshagan anaqadan. Shu torpeda ham normalniy ko'rinishi kerak. Xo'p, buni tashlaymiz bu yerga. Torpeda uchun buni ham ko'rsatyapti. Bu antidoj ekan bu kerak emas bizga. Mana undan ko'pchilik mana shundan anaqa qilyapti. Mana shundan qilish kerak ekan dedi-ku. Xolos shuni olyapman. O'rtog'im ishlatgan ekan, juda ham yaxshi effekt beribdi. Endi xolos shuni ishlatamiz. Yo liba kichkinarog'ini yo shuni olib ishlataman. Biz shuni olaman. Trapkalarim bor. Shu ikkalasini oldim xullas.
Xo'p akalar, ashandan bozorligimiz tugadi. Endi kassaga kirib, to'lovni qilib, battan chiqamiz. Xo'p, hozir 55 zlot bo'ldi. Mana shu narsa. To'laymiz. Xo'p, endi kartadan to'layman. Xo'p, Kapital bank kartasidan to'layapman pulni 55 zlot. Batta dollar olib qolayman deyapti. 16 dollar bo'ldi. Zlotga 55 zlot bo'ldi. Xo'p. Tasdiqladim. 2% anaqaga olyapti. Stogasiga. Bu ham bo'ldi. Navbatdan chekimiz chiqadi hozir. Endi biz buni sumkaga joylaymiz. Bo'ldi, endi sumkani ilib, suvda olib, chekda olib chiqib ketaveradi. Ular chek ham dollarda, ham zlotda berdi, ikkita chek berdi, xullas. Bilmayman nimaga ikkita chek berdi. Bittasi dollarda hisobida, bittasi anaqa hisobida. Ola ketsam bo'laveradi endi. Chiqib ketib, chekda metga qo'yamiz. Ishonchilari tashlaymiz va chiqib ketamiz. Xullas, shunaqa gaplar ekanlar. Endi mashinaga qarab yo'l olamiz. Xo'p akalar, общий menga haftasiga 100 zlotdan, ya'ni uydagi xarajatlarga, undan tashqari ham 1-2 marta ko'chada ovqatlanaman. Xullas, oyiga 300 dollar bemalol yashash uchun yetadi. Xullas, shunaqa gaplar. Video yoqqan bo'lsa, bir dona like qo'ying. Kanalga mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Yana gaplashamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar.